Assalomu alaykum barchaga. Bugun TikTokda yangilanish, TikTok o'z platformasini yangiladi. O'sha narsani bilarmidingiz? TikTokdagi bo'layotgan o'zgarishlarni ham inobatga olgan holda ba'zi bir yangiliklar chiqdi. Buni TikTokka kirsangiz bilasiz. Muhimi bu emas, muhimi menga ko'proq obunachi kerak. Hech bo'lmaganda 50 tadan oshiq bo'lish kerak. Afsuski, nimagadir hech kim obunani bosay demayapti. Iltimos, shu narsani to'g'risida menga yordam beringlar. Obunani bosinglar. Men atvetam qaytarishim mumkin. Endi bunaqa arazlashib yurmaylik. Kelinglar. Sizlar podpiskani bosinglar, men video qilay, atvetam qilay. Kelishdikmi? Hammalaringga sog'lik, salomatlik, qut-baraka tilab qolaman. Sherzod Isayev, assalomu alaykum.